135 ming dollarga Kalinin kolxoz yo'lda bo'ylarida suv, svet, gazlari bor. Shunaqa chiroyli odamlar ko'rganda havas qiladigan bog'lari bor. Ushbu xonadonimiz bugun sotuvda. Sizlar maza qilib konditsioner tagida yotibsizlar, biz esa sizlar uchun shunaqa chiroyli, yaxshi baholarda qo'yilayotgan uylarni ko'rsatgani keldik. Bu Kalinin kolxozdagi. Motamorimiz endi Sarmozor tomondan biz kelsak bo'laveradi. Mana biz bunaqasi keldik, arqa tomondan keldik. Bunaqasi ham yo'llarimiz bor. Mahallamiz keng, juda ham katta mahalla ekan, qaranglar. Arig'lar, xullas, v общем zo'r mahalla. Va kirganlarda temir ko'prik desa hamma biladi, ana. Temir ko'prikdan o'tishinglarga uje u yerga chiqsanglar maktablarda oldidan, ya'ni Arka, Blosobanisa shu tomondan chiqib qolasizlar. Aynan o'rtalig'idagi ushbu Tojimatov ko'chasi 51-6 sotilik uyimiz, xonadonimiz bugun sotuvda. Bu uyda ichlarida ham chiroyli bir daraxtlarimiz bor ekan, tashqarilarida ham mana shunaqa qaranglar, arachalarimiz bor, giloslarimiz bor. Bu 6 soti ekan. Kirganlarda yopiq holatdagi bu robotxonamiz do'stlar. Bu yoqlarimizda ham mana bu pardaning orqalarida ham joylarimiz bor. Mana bu yo'llarda bu gilosli kattaligini qarab qo'yinglar. O'zi mana shu gilosli sizlarni boqib qo'yadi. To'g'risi 7 ta xonasi bor ekan. Mana bu yo'llarda ayvon, dalizlar, ichkarilarda xonalarimiz bor mana. Mana bu yo'llarda ham har bittasida xonalarimiz, xullas 7 ta tayyor yashaydigan xonalari bor. Uyimizning ichlaridan ham do'stlarim anhorlarimiz oqib o'tadigan. Oqim suv ham bor, boshqacha suv ham bor do'stlar. Atirgullarimiz bor. Mashalloh qaranglar. Depsagin kelmaydi mana. Bu ekilmagan bu do'stlar, ziloniy o'z живой kon. Bilasizlarmi mana живой ko'katlar. Maysa ekilmaganda, mon qaranglar. Mo gullardi aka, bitta kelbering mo. Opalarimiz yaxshi ko'radi mana shu gullarni, mana. Do'stlar, zo'r bir proyektlar chiqib qolyapti-yu, do'stlarim. Shu olgan odam o'zi qilib oladi, mana shu yerda bir chiroyli qilib o'tiradigan bir so'ri qo'yib, ha do'stlarim, bitta fontan yetishmayapti. Odamlar buni o'stira olmayapti. Bu o'sib yotib qaranglar, buni tutash kerak ekan do'stlar. Suvni tekshirib qo'yamiz. O, suv bor mana. Suv. Mana shu uyda do'stlar bu yog'idan ekan mana. Mash tomon hozir ko'rgan shu bog'larimiz, ular ko'katlar, atirgul, xurmo, giloslar tupi bilan archalarimiz ham mana kiryapti ekan pashti mana. Mana shu yerda do'stlarim mana xudo xolisa bugun 135 ming dollarga va kami ham bor va obmen barter yo'llari ham bor. Misol uy bo'ladimi, biron bir yengilroq mashina bo'ladimi, shuni berib turib, qolganini dapata qiladigan bo'lsanglar, shuni bera oladi do'stlarim. Qirg'iziston O'shar, улица Tojimatov 51-xonadon, 6 soti, gaz, suv, svet, kanalizatsiya, местный kanalizatsiya endi xullas. Gaz, suv, svet, gaz va местный kanalizatsiyalarimiz bor. Puli 135 ming dollar dedik. Do'stlar, kami ham bor. Telefon nomerlarimizni yozinglar. 0554 bilan 18 01 75. Qaytaraman 554 bilan 18 01 75 va 0550 bilan 34 04 08. Do'stlar, ama bu lokatsiyadan bu pulga hozirgi kunda chiqish juda ham qiyin. Tayyor uylari bilan sizlarga, xonalari bilan, sharoit, issiq, sovuq suv hamma yo'q bor. Eng asosiysi inson mana bunaqa priroda, manzara bilan maza qiladi. Operator beka doim sizlar bilan kelib dokumentlarni bir qator tekshirtiringlar inshaalloh. Zo'r bo'lsa olib maza qilib yashab qo'yinglar.